Qarshi davlat universiteti hududi oddiy ko'rgazma maydoniga emas, yoshlarning orzulari va kelajak rejalari jam bo'lgan ulkan imkoniyatlar makoniga aylandi. Bizga ochiq tanlov bo'lyapti. Veb-sayt orqali registratsiya o'tsa bo'ladi, rezyumeni to'ldiradi. Rezyume to'ldirgandan keyin zaявка bersa bo'ladi. Faqat Qarshi aeroportniki emas, hamma aeroportlar o'zini vakansiya ko'rsatiladi. O'zbek tili, rus tili, ingliz tili bilish shart. Maktab maslahatchisi lavozimi joriy etildi va hozirda Qashqadaryoda birinchi bosqich tanlovlarimizga ko'ra 231 nafar maktab maslahatchisi o'z faoliyatini boshladi. Keyingi tanlov bosqichlariga 1009 ta bo'sh o'rnimizga hozir 3760 dan ortiq nomzod hujjat topshirdi. Ushbu talaba ekspoda ham bo'sh o'rinlarimiz bilan qatnashmoqdamiz. Dizaynerskiy, buxgalterskiy vakansiya o'rinlarimiz bor. O'shalar bo'yicha anchagina talabgorlar keldi, ko'rishyapti, o'rganishyapti. O'zimizga mos bo'lgan talabalarni ishga qabul qilamiz. Talaba Expo 2026 nafaqat kasblar ko'rgazmasi, balki yoshlar uchun kelajak sari ochilgan yangi eshik bo'ldi. Tadbir davomida viloyat hokimi Murodjon Azimov ko'rgazma bilan yaqindan tanishib, yigit-qizlar tomonidan yaratilgan innovatsion ishlanmalar, IT dasturlar, startap loyihalar va texnik ixtirolarni ko'zdan kechirdi. Bugungi tashkil etilgan tadbir ham yoshlar, oliygohlar bitiruvchilari bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka keng jalb etish, startap loyihalarini qo'llab-quvvatlab, rag'batlantirishga qaratilgan. 140 dan ortiq korxona va tashkilotlar ishtirok etgan ko'rgazmada minglab bo'sh ish o'rinlari, amaliyot imkoniyatlari yoshlar e'tiboriga havola qilindi. Ushbu yarmarkada bo'layotgan talabalarni munosabatlari ham, qiziqishlari ham yaxshi. Bo'sh ish o'rinlari bo'yicha ham murojaat qilgan talabalarimiz bor. Ushbu talabalarga ham kerakli ma'lumotlarni berib o'tdik. Bizga malakali tibbiyot xodimlari va bizda shu yuqorida shu harakatimizda ishlaydigan psixologlar kerak. Hozirgi kunda bizga malakali shifokorlar kerak. Ayniqsa onkologik kasalliklarda, ya'ni saraton kasalliklarida, sahar kasalliklaridagi shifokorlar bo'lsa, bizga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Eng muhimi, talabalar o'z kelajagini qanday kasb bilan bog'lash haqida aniq tasavvurga ega bo'lishdi. Talaba Expo 2026 ertamiz egalarining shunchaki diplom emas, zamonaviy bilim, tajriba va tashabbus bilan katta hayotga kirib kelayotganini yana bir bor namoyon etdi. Bugun bu yerda taqdim etilgan har bir g'oya ertangi Qashqadaryoning rivojiga qo'yilgan muhim qadamdir.